Lekin Bekkanjon kanal obunachilari Honda Credit'larimiz nalichada va arzon va sifatli holatda ko'rayotgan bo'lsanglar, mashina kraskalari hamma yo'g'i joy-joyida, oqi hamda qorasi. Xohlasanglar qorasini olsanglar bo'ladi, xohlasanglar oqini olsanglar bo'ladi. Narxi bir xil. Qorasi o'tgan yili qimmatroq sotilganda Green Energy avtosalon bilan birgalikda hamkorlikda 18500 dan, qorasini esa 20500 ga olib kelayotgan edik. Lekin hozirgi kunda nalichada tayyorni 16500 ga xohlasangiz oqini, xohlasangiz qorasini xarid qilishingiz mumkin. Barcha mashinalarda 1 yil garantiya beriladi servis tomonidan. Muammo qilmasanglar ham bo'laveradi. Xo'p, 2024-yil o'zgargan narsalar juda ham ko'p narsa o'zgartirilgan. Birinchi bor galagan faralar, ikkinchi tomonlama lyuk hamda uchinchi tomonlamasi bizning monitor qismimiz anchagina zamonaviylashtirilgan. Ushbu narsamizga qaramasdan, lekin mashinaning tashqi ko'rinishi xuddi bir xil. Faqat narxi arzonlashtirilgan holatda. Hozir kunda ko'ryapsiz, YouTube, Instagram OLXlarda 16000, 16500 deyapti. Ularga aldanib qolishlar tasavvur, chunki kecha kuni gaplashdim, 16100 dedi, 40 kunda mashinamiz keladi. Keladi, tayyor 16500. Hattoki yana kelishtiradigan joylari ham bor. Mashinamiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bu mashinamiz 1 turbo MPI motor. MPI motor degani, xo'p, metan propan tanlamaydi, xohlagan gazingiz ustanovka qilsangiz bo'ladi. Bu mashinamiz o'zimiz mashinani Gentrack kovutlarni taqqoslasak bo'ladi. Mashina anchagina gabarit jihatdan katta, bagajlar hajmi 600 litrni tashkil etadi hamda qulayliklar juda ham ko'p ushbu mashinamizda. Holatini ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, oldi logotiflari juda ham chiroyli, Honda logotipi. Mashina bunisi zavat bo'ldi. Bu yerda led lampani tashkil topilgan. Oldingilar Galagan ancha xiraroq hamda tezroq kuyib qolish ehtimoli bo'ladigan tumankalari bor. Oldiga bemalol xohlasanglar setkalar qo'ydirib olsanglar bo'ladi. Qora rangi talab juda ham ko'p. Bemalol 20000 dollardan sotayotgan edik. Hozirgi kunda 16500. Ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Ushbu mashinamiz narxini arzonroq qilib kelishtirib beramiz inshaalloh. Xo'p, endi ko'p gapirdik. Mashinaning qulayliklarini ko'rsatib o'tamiz. Birinchi bo'lib bizni vodiyda, biz o'zim chunki andijonlikman, vodiy hamda viloyatda yuradigan akalarimiz, Toshkent, Andijon, Toshkent, Farg'ona, Toshkent, Xorazm qatnaydigan akalarimiz maza qilib mashinamizdan foydalansa bo'ladi. Birinchi bo'lib ularga afzalligini aytib o'taman. Do'stlar, bagajini qaranglar. Bagaj juda ham katta holatda ochiladi va sig'imi ham bemalol xohlagan narsangizni yuklasak bo'ladi. Zapaska bo'landa muammo yo'q. Propan qo'ysanglar bo'ladi shu joyga. Propandan keyin ham shuncha joy oshib qoladi. Nasos, yelim mavjud emas. Bularga zapaska balon, hamda dankrat balon quyishlari shunaqa idealni qilib o'rnatilgan. Bagaj sig'imi anchagina katta. Orqa stoplari ham diodlardan tashkil topilgan. U degan ancha-muncha kuyib qolmaydi. Akalar, oldingi Honda Credit manaqa spoiler bo'lmagan edi. Hozirgi kunda restarning bu yangilangan mashinamizda shunaqa idealni holatda spoilerlar qilingan. Benzin bakimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, imkon qadar bu mashinamizga ko'rsatib qo'ygan 92 benzin quysalar yaxshiroq bo'ladi. Hamma yo'g'i chotki, mashinamiz eshik ochib yopish hamma narsasi bittada ishlaydi. Mashinamizni hop holatini ko'rsatib o'tamiz. 215 55 R16 yumshoq diska balon. Xohlasanglar olib turib kattaroq balonlar qo'ysanglar ham bo'ladi. Beskluchi do'stlar, bakolarda ko'rinishroqlari va hamma narsasi bor. Endi ichki holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Ichki raqami mana ichki holat degan salonda holati raqamni adashib ketibman. Bu yerda salafanda bo'ladi mashinamiz. Xo'p, ikkita oldi avto bo'ladi, bako ligrovka, hamma narsasi shu joydan bemalol ligrovka qilsanglar bo'ladi. Ikkita oldi avtomat korobka, ya'ni avtomatik signallarda bakolarda harakatlantirsanglar bo'ladi. Xo'p, rul qismimizda bu tomonda multimedia. Monitorimiz oldingiga qaraganda o'zgargan sababini aytib o'taman. Monitor oldin knopkali bo'lgan bu qismi hozirgi kunda elektronik tablolarga mashinani yondirmaymiz. Shu holatda ko'rsatamiz. Mana tablolar shu holatda yonadi. Honda Credit shu holat o'zgarmagan chiqargan narsasi. Bu yerda stabilizator rejimi, faralardiki, bu yerda faralar. Bagajni ochsak, kapotni ochsak, shu joydan foydalansak bo'ladi. Avtomat korobka emas, bu variator korobka. Ikkita USB port qo'shilgan mashinamizga. Eko rejimi bor, sport rejimi bor. Mana eski qo'shsa sport rejimi bo'ladi. Bu yerda rushnoyi, avtoxod. Avtoxodni ko'pchilik bilmaydi. Bu avtoxod emas, avtostop mashina o'chib yonadi. Shunisi
Xo'p, tabloni ko'rsatamiz. Tablosimiz xitoychadan ingliz tiliga o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Mana rulslarni ulab olsak bo'ladi. Magnitofon xohlagan narsamizni shu yerdan foydalanib kelsak bo'ladi. Orqalari ham anchagina keng. O'tirgan holatida ham o'tiramiz rulga. O'tirganimizda ham tizzalarimiz tegib qolmaydi. Mashinamizni ancha og'riq his qildirmaydi. Mashinamizda eng katta o'zgarishlardan biri mikrofon qo'shilgan. Bemalol gaplashsak bo'ladi. Ovozlar tiniq Bluetooth orqali yetkazsa bo'ladi. Mana shu joyda hamda lyuk qismi bor. Lyukni ham yopib ko'ramiz. Tepaga ko'tariladimi, bilmayman. Unisini ko'ramiz. Do'stlar, Gentra singari avtomobilimizni tepaga ko'tarib qo'ysak bo'ladi ekan. Xo'p, qolgan narsalar xuddi o'sha o'zgarish sanaqa joyda yo'q. Konditsioner pechkalarda muammosi yo'q. Avariyniy knopka bu joyda joylashtirilgan. Zatnivet bu miyachasi. Svetlarimiz led qilibdi. Yaxshi, sariqlardan voz kechilibdi. Sariq lampochkalardan holatlari lyukda bu qismlari ham anchagina mustahkam qilingan. Oldingilariga nisbatan rezinkalar qo'yilibdi, chunki rezinkalar oldingilarida yo'q edi. Chunki oldindan so'ngga qilganmiz, obzor qilganmiz, hamma narsasini bilsa bo'ladi. Rasxodda 5 dan 6 gacha rasxod qiladi. Xo'p, orqa o'rindiqlar qulayliklarini ko'rsatib o'tamiz. Birinchi qulayliklari, mashinamiz orqasi ancha keng, qisilib qolmaydi. Mana o'tirgan holatimizda ham tepamizga ham tegib qolmaydi. Orqa qismida flafoni bor. Konditsioner deflektorlar albatta o'tgan. Bu yerda ham Type-C port bor ekan. Type-C portini o'zgartirishdan USB portlar bor. Eng qulayliklari, hop, yostiqdan tushiramiz, podzagoniydi. Mana shu yerdan bemalol tushirib olsak bo'ladi. Tushirganimizda bitta tushadi. Undan keyin ikkisini mana yoqqa tushirsalar bo'ladi va bu yoqqa tiqib qo'ysanglar bo'ladi. Bemalol narsalar qo'yib, qimirlab ketmaydi. Suv bo'lsa ham to'kilib ketmaydi. Narsa yeydigandan qo'yib, suvga qo'yib xohlasanglar, yana sizlar bitta qulayligi, bagajda narsa olmoqchi bo'lsanglar, shuni tortamiz mana. Bagajdan bemalol narsamizni olsak bo'ladi. Bemalol qo'lim ketdi, bagajda yurib, bu yog'i. Xudo xolasa mashinamiz nalichada 20 donadan ziyod kelgan. Xo'p, motorlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Birinchi xo'p, motorlarni ochish uchun ochamiz. Do'stlar, xohlasanglar oqa, xohlasanglar qorasidan nalichada bor. Mashinaning narxi 16500. Bemalol skidkani ham qilsak bo'ladi. Bagaj ochish uchun GM mashinalari singari ochsak bo'ladi. Motori 1 turbo, 3 silindrli bo'ladi. Akkumulyatori, xullas hamma narsasi o'zimiz mashinalar bilan bir xil. Konditsionerlar juda ham mo'shni. Mana ko'rayotganingiz abezlari bor. Xullas, mashina hamma yog'i chiroyli va sifatli holatda. Motorlarni ko'rsatib o'tyapmiz. Zapchastdan muammo qilmaslar ham bo'ladi, zapchastlar ham bor. Kimga xuzo bo'lib kelsa, ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilaveramiz. Xudo xolisa, shu mashinalarni kimgadir baxtli insonlarga topshiramiz degan umiddaman. Lekin jonga obuna bo'lib qo'yinglar, shu mashinalardan biri albatta sizniki bo'lishi mumkin. Shu mashinalar ham sotuvda mavjud. Do'stlar, hozir ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilib, ushbu Honda Cred'ning biri sizniki bo'lishi mumkin.